Robot plisoslarni yasabsiz mana ko'rdik. Bular nimada ko'proq asqotadi? Avvalambor bu inson ishtirokisiz xonalarni mustaqil tarzda tozalaydi va xavfsizlik rejimi orqali insonlarga xalaqit bermaydi. Yana qanaqa funksiyalari bor? Buning asosiy funksiyalari inson uydan tark etgan vaqtda o'zi avtonom mustaqil tarzda xonalarni tozalab chiqadi va inson kirgan vaqtda o'zi yashirinib olib insonga xalaqit bermaydi. Asosiy afzalliklari shunday. Ovozi qay darajada shovqinli, boshqalarga xalaqit beradigan darajada? Ovoz desibeli juda past miqdorda, chunki insonlarga shovqin berish orqali ularning tinchligini buzish mumkin. Bu tinchlikni inobatga olgan holda biz ovoz to'lqinlarini sal pasaytirganmiz. Bu robotimiz speech to text asosiga asoslangan robot bo'lib, ya'ni bu ovozli ma'lumotni tekstga matnli formatga o'girib, shu orqali robotni harakatga keltiriladi. Yana qanaqa funksiyalari bor? Hozircha ovoz orqali harakatlanish funksiyasi bor. Keyinchalik bunga kamera o'rnatilib, obyektlarni aniqlash funksiyalari qo'shiladi. Qanchagacha foydalansa bo'ladi bundan? Odatda zaryadlanganda 5 soat mobaynida harakatlanadi. Bu yasagan robotingiz aynan nimalarga ko'proq yordam beradi? Xonalarni avtonom navigatsiya qilishga yordam beradi. Bu Raspberry Pi lider atrof ko'radi, Raspberry Pi fikrlaydi va motorlarni harakatlantiradi. Bu kelajakda xonalararo harakatlanishga yordam beradi bizga. Bunda yana qanaqa funksiyalari bor? Bu hozircha xonani 3D mapping to'liq tuzib beradi. Keyinchalik hozir yangi funksiyasi ishlayapmiz. O'zi avtonom harakatlanadi, to'siqlarda qochadi. Urilmay harakatlanadi. Necha soat mobaynida ishlab yordam beradi? 12 soatdan oshiqroq ishlashga yordam beradi. Zaryadlanish 40 minut bo'ladi. Bu yasagan ko'z oynaklaringiz aynan kimlar uchun yasalgan? Ko'z ojizligi uchun yasalgan. Ko'z oyli, ya'ni oldida to'siq yoki o'ngda chapda to'siq bo'ladigan bo'lsa, ogohlantirish beradi to'siq borligi haqida. Agar yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, oldinda xavf bor hisoblanadi. Shu sababli erkin yurish uchun yordam beradi ko'z ojizlari uchun. Buning quvvati necha soat ketadi? Taxminan 3-4 soatga yetadi. Buni zaryadga qo'ysa bo'ladi, zaryadga qo'yib foydalansa. Batareyka, qo'shimcha batareyka quvvati bilan harakatlansa ham bo'ladi. Aynan qanaqa batareykalar ketadi? 9 voltli asosan hisoblanadi o'ziniki. Rahmat.